Assalomu alaykum aziz gulsevarlar. Yaxshimisizlar? Xonadonlarlar tinchmi? Sizlarda issiqlamay yuribsizlarmi? Mana bugun men qilayotgan ishlarimizlarga ko'rsatmoqchi edim. Mana giyarkin gulimiz qaranglar, katta bo'lib ochildi. Archa gullarimiz ham o'syapti, chiroyli bo'lib. Bir hafta yo 10 kun burun men mana lavanda gullarini quritishga qo'yuvdim. Mana salqin joyda quritdik. Endi bu gullarimizni mana bu gul shodalarini alohida qilib ajratib olamiz. Bulardan lavanda yostiqchalarini yasaymiz. Mana lavanda gullarimizni gulbaklarini ajratib oldik shoxchalaridan. Mana endi lavanda yostiqchalarini ham tikib oldik. Mana oddiy shtabl materialdan shunchaki xaltachalar tikdim. Mana hozir bizning lavandalarimiz ko'pmasligi uchun 2 dona tikdim. Endi bunga lavandalarni solib chiqamiz. Mana lavanda gulchalarini yostiqchalarimizga solib oldik. Men bu xaltachalarni ichiga kattaroq tikib qo'yibman. Mana ichida lavandalar soldik. Mana shu tarzda mana bu paxtadan bo'lgan matoga solinganda ishlatishga ham qulay. Buni masalan bolishlaringiz yoniga qo'yib uxlasangiz, bunday qilib ishqalaganda hidi taratadi. Shkaflarga qo'yib qo'ysa, sandiqlarga solib qo'ysa kuyalar tushtirmaydi. Buni o'tkir hididan har qanday hasharotlar qochadi. Inson salomatligi uchun juda foydali hidi. Mana hozir ishlash jarayonida buni sidirib, mana bu baklar novdadan sidirganimda hamma yo'da lavanda hidlari tutib ketdi. Mana buni kimgadir sovg'a qilsa ham bo'ladi bemalol. Buni chet ellarda mana shu xaltachalarga juda chiroyli ishlovlar berishar ekan, ko'rdim. Mana bu yerlarga vishkalar tikib, yiltiroqlar, lavandani gullarini tikib, kashtachilik qilib, buni mana xaltachani ham kichikroq qilib, to'ldir qilib solib, keyin hatto sotishar ekan. Shunaqa, bu ham bitta biznes. E'tiboringlar uchun rahmat. Allohga omonat bo'linglar.